Begunoh qo'zichoqni yeb qo'ygan bo'rni sud qilishdi. O'rmondagi qozilar mahkamaga keldilar. Ona qo'yning arzini muhokama qildilar. Majlisda ko'z yosh to'kib, da'vogar shunday dedi: qo'zichog'im beozor, sodda va yuvosh edi. Jazolanglar muttaham, jinoyatchi bo'rni, yo'qsa qurtaverar qo'y qo'zining sho'rni. Yo'q, der advokat tulki, farqlaylik qoroqni. O'zim ko'rdim qo'zichoq, loyqalatdi buloqni. Boshqalarni o'ylab bo'ri chora ko'rdi qo'ziga. Dalil guvoh isbot yo'q ona qo'yning so'ziga. Aybdoru qotil emas, bo'ri polvon xoynahoy. Bahslashuvga qo'shildi qoralovchi ayqoy. Uning bir kichik aybi o'zimman deganida, yuqoriga bildirmay qo'zini yeganida. To'g'ri, der keksa shoqol, bizlar shunday qilardik. O'ljamizni yarmini kattalarga berardik. Uzoq tortishuvdan so'ng bo'ri hayfsan oldi. Ona qo'yning arzdodi yana havoda qoldi. Majlisning yakunida ajrim qildi qozilar. Qarorning bir chetiga shunday deya yozdilar: bundan buyon hech jonzot faqat o'zim demasin, kattalarga aytmasdan o'ljasini yemasin.